Diqqat, shoshilinch xabar. Taniqli futbolchi Abduqodir Husanov haqida hozirgina xushxabar e'lon qilindi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, Manchester City va Al Ayn klublari o'rtasida jahon chempionatida ikkala jamoalar o'rtasida bahs bo'lib o'tdi. Ushbu bahsda Manchester City Al Ayn jamoasi darvozasiga 6 ta gol urdi. Albatta, ushbu o'yinda o'zbek legioneri Abduqodir Husanov asosiy tarkibda maydonga tushgan edi. Klublar o'rtasidagi jahon chempionati ikkinchi tur uchrashuvida Angliyaning Manchester City klubi Birlashgan Arab Amirliklarining Al Ayn jamoasiga qarshi maydonga tushdi. Pep Guardiola shogirdlari raqib darvozasiga javobsiz 6 ta gol urib, yirik hisobdagi g'alabani qo'lga kiritdi. Abduqodir Husanov ushbu bahsda 61 daqiqa maydonga tushdi va 61-daqiqadan so'ng o'z joyini Oskar Bakka bo'shatib berdi.